Reklama haqida gapirmoqchiman. Reklama nima? Reklama u shunday narsaki, bir narsani borligini bilmasidingiz. Hayotingiz o'tyapti unda. Reklamaning ishi sizni hayotingiz bu siz o'tmasligiga sizni ishontirishlik reklamaning ishi. Tushundingizmi? Bir narsa bor, siz uni bilmay hayotingiz yaxshi ketyapti unda. Reklamaning ishi o'sha narsaga siz muhtoj ekanligingizga ishontirishlik reklamaning ishi. Shampun olgani kelganda birinchi qaysi brendni qaraysizlar? Aytmanglar atini. O'sha miyalarga quyilib qolganligi. Zubno pasta olaman deganda qaysi brend ko'rinadi ko'zingizga? Narxidan cho'chiblar qochasiz bu yoqqa. Hech qachon non yeylar deb reklama qilmaydi reklamada. Hech qachon suv ichinglar deb reklama qilmaydi, chunki asl narsa reklamaga muhtoj emas. Bilasizlarmi? Siz bilan bizni jannatdan chiqishimizga ham reklama sabab bo'lgan. Jannatdan otamiz Odam alayhisalomni chiqib ketishiga ham reklama sabab bo'lgan. Reklama nima edi? Kerak emas narsani sizga fiqat qilishlik. Kerak emas u narsa. iPhone 13 deydi. iPhone 12 emas, iPhone 8 bilan ham tirishliging yaxshi o'tyapti, lekin shunaqa ishontiradi. Menga kerak shu narsa deysizda. Odam alayhissalomni aytdik, farishtalarda erkaklik, ayollik bo'lmaydi deb aytdik-a. Bilasizlarmi, iblis nima deb oldigan Odam alayhissalomni? Ikkita narsa bilan oldigan. Ey odam, senga bitmas tuganmas boyligini beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Savol: jannatda pul kerakmidi? Sen bu yerda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, og'rimaysan, boshqa qolmaysan deganmidi? Kerak emas edi ekan ishontirdi. Ikkinchisida bilasizlarmi dedi Havvo va Odam alayhissalomga, bu daraxtdan Robbinglar nimaga qaytardi sizlarni? Sizlarni malak, farishta bo'lib qolishinglarni xohlamadi. Qarang, pul, farishta bo'lish va bitmas hayot. Akalar, jannatda pul kerak emas edi. Farishta bo'lsangiz, erkak ayollik bo'lmasa va jannatda o'lmas edi. Qarang, 3 ta narsa bilan oldadi. Nima qilib oldadi? Reklama qilib oldadi. Tushundinglarmi reklama nimaligini? Shuning uchun ko'proq ko'ringlar reklamani. Shuning uchun sizlarga kerak bo'lmagan narsani o'sha reklamada haydaydi, siz bilan bizni ongimizni qulublaydi va asl asosiy narsadan, Allohning dinidan to'sadi.